Yaxshilab o'tirib oling. Bugun Matiz'ni Nexia'ga aylantiramiz. Nexia'ni oporniy qanaqa oporniy? Shu oporniymi shu? Stupitsasi, xo'p, stupitsasi. Mana qulog'i. Mana qulog'i. Bunda Matiz'ni pachinniga o'tirgan. Buni hozir Nexia pachinniga o'zgartirib beramiz. Hozir sochmay turing. Yani qop-qora mo'yloq tozalab olib keta bo'lmaydi. Xullas mana bunaqa pachinnigi bor mana. Hop. Ana bunaqa pachinnigi bor. Bu pachinnikni mana shu joyga qoqib berishimiz kerak. Hop. Xullas bu mana bitta kichkina bo'ladi. Buni razmerlarini olib to'g'rilab qoqamiz. Mana buni ichini ham olib kerak, ustini olib olishimiz kerak. Chunki kirmay qoladi. Kuzatib turinglar. Birinchi mana bu 4 ta boltni olib olamiz. 4 ta boltni chiqarib olamiz. Boltlarini olib tashladik. Endi mana bu joydan ustidan 1 mm olib tashlaymiz. Bu 35 bo'ladi. Buni ichi bo'lsa 34 bo'ladi. Buni ichi 34, bunisi 35 bo'ladi. Mana go'zalim ham tayyor bo'ldi. Pardoz andozlarini qilib. Endi navbat quloqqa. Bu siz o'ylayotgan gayga rasm tashlayotgan quloq emas. Bu boshqacha Matiz'ning qulog'i. Xo'p, buni bittarasini tushuntiraman hozir. Mana shu joyidan, yaxshilab ko'rib olinglar. Mana shu joyidan 51 mm rovni ichkariga rastochka qilish kerak. 51 mm. Eslab qolinglar. Qulog'imiz ham tayyor bo'ldi. 10 mm joyini sal minusroq qilamiz, чтобы заход bo'lish uchun normalniy. Mana qiryapti o'zi. Bu yog'iga endi press bilan qoqiladi, xudo xolasa. Keyin mana bu kanavkasi bor. Kanavkasini ochib olsak, xudo xolasa tayyor. Kanavkasini ham ochib bo'ldik. Endi pachimnikni qoqamiz joyiga. Mana yarimigacha kirdi, qoqdik. Endi bu yog'iga pressda qoqish kerak. Chunki bolg'a bilan urib bo'lmaydi buni. Pressimiz svet yo'q, svet. Yana o'shdi svet emas. Xullas, amalladik, bir amallab joyiga xudo xolasa normalniy bo'ldi. Endi 150 ming pullarini olsak bo'ldi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar, okajonlarim.